Tizzamda kistam bor. Shuni uy sharoitida o'zim davolasam bo'ladimi? Aldab o'tirmasdan to'g'risini aytsam bo'ladimi? Yo'q, uy sharoitida davolasa bo'lmaydi. Bunga asosiy ikkita sabab bor. Birinchi katta sababi nimada? Qonimizning orqa qismida hamster mushaklari bor. To o'shani yuklama tushguncha, ya'ni nagruzka tushmaydigan holatga olib kelish kerak. Ikkinchisi, faqatgina endi mashq qilib, kulli og'riqlarni nisbiylik darajasida qoldirishingiz mumkin, lekin umumiy davolasa bo'lmaydi. Yana e'tibor berish jihati nimada? Agar o'sha orqa taraf son qismidagi hamster mushaklarini normal holatda sozlasa, kelgan mushaklarni nerv siqishi natijasini kamaytirsa, o'zini mashqlari bor. O'sha mashqlarni qilsa, kamida 80% ga og'riqlar kamayib, o'zingizni yengilroq his qilasiz, bezovta qilmaydi. Yana e'tibor berish jihati nimada? Hozir men sizga bitta sekret aytaman. Tizzani orqasidagi kista bekrani operatsiya qildirsa ham, u yana baribir qayta tiklanadi. Qachonki siz yeyotgan narsangizni kontrol qilmas ekansiz, mashqlaringizni davom ettirmas ekansiz, operatsiya qildirib, kistamni yo'q qilaman deb ovora bo'lmaydi. Bizlarni kuzatib turgan mutaxassislar ham gapimga qo'shilishadi. Agar sizda ham yuqoridagi muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga direct orqali murojaat qilishingiz mumkin.